Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hurmatli televizor ko'ruvchilar. Bu qatimliq haftalik istiqlol xabarlari programmamizga kelganlarni qizg'in qarshi olamiz. Men Abdullah Yalqun. Ma'arif cemiyeti mas'ullari Yamanda bir qator ziyoratlarda bo'ldi. Sharq Turkiston Ma'arif va hamkorlik jamiyati mas'ullari Yamanda ochilgan Xalqaro Islom dunyosi ommaviy tashkilotlar birlashmasining yig'iniga qatnashdi. Xalqaro Islom dunyosi ommaviy tashkilotlar birlashmasining bu qatimqi yig'ini Yamanda ochilgan bo'lib, mazkur yig'inga dunyoning har qaysi joylaridagi islomiy tashkilotlarning vakillari ishtirok qildi. Sharq Turkiston musulmonlarga vakolatan Sharq Turkiston Ma'arif va hamkorlik jamiyati raisi Hidoyatulloh O'g'izxon bilan Cemiyetning muavin raisi Abdulkarim Kuchar 18 fevral seshanba kuni Yamanga yetib berib yig'inga qatnashdi. Yig'inni g'albilik oxirlashtirgan jamiyat mas'ullari 27 fevral payshanba kuni tushda Turkiyaga sog'-salomat yetib keldi. Biz Yamanda ochilgan bu yig'in haqida Sharq Turkiston Ma'arif va hamkorlik jamiyati raisi Hidoyatulloh O'g'izxonni ziyorat qildik. Sharq Turkiston Ma'arif hamkorlik jamiyati Turkiyada markazi bo'lgan islom dunyosining 53 davlatda tarmoqlari bo'lgan Xalqaro Islom dunyosi ijtimoiy jamiyatlar birligi tashkilotiga a'zo. O sababdan jamiyatimiz har yili dunyoning bir qancha yerida bu markaziy tashkilot soyabon ostida elib berilayotgan xalqaro islom dunyosining ichki va tashqi masalalari bilan munosabatli bo'lgan nurg'un yig'in konferanslarga qatnashib kelyotdi. Bu vajidan bu yili Yemen Sana'da içildigan ijtimoiy jamiyat islom dunyosi ijtimoiy jamiyatlar birligininki 4 kunlik konferansiga Ma'arif hamkorlik jamiyatidan men jamiyat raisi bo'lishim bilan men va muavin raisimiz hurmatli Abdulkarim Kuchar birlikte qatnashdik davet bilan. Bizni Yemende devlet kadrları, devlet ministerligidan bizni alayda kutib oldi, aydirimda qarshildi. Şunun bilan 19-yillardan itibaren keng ko'lamda faoliyat elib berilib, bütün dünyadan qatnashgan Yemenning ichida 400 ga yaqin ijtimoiy jamiyatlarning vakillari ham qatnashdi bu yig'inga. Biz u yerda nurg'un islom dunyosidan kelgan tashkilot rahbarlari, mas'ullar, vakillar bilan birdan uchrashib tanishdik. Sharqiy Turkiston masalasini alohida kun tartibga kelgan bo'ldik. Bu nuqtadan har tashkilotning yashayotgan va faoliyat olib borayotgan davlatlarda bu Sharq Turkiston masalasining kun tartibga kelinishi, Xitoy ustidan besim paydo qilish to'g'riliq xalq ommasining ong saviyasini yetishtirish to'g'risida, xalq ovozi paydo qilish to'g'risida fikrlashgan bo'ldik. Xizmatni aymaydiganligini dedi va shuni bilan birga Yemenda yuqori deyilganda 400 dan ortiq ijtimoiy jamiyat tashkilotlar borkan bu yig'inga qatnashgan. Bular bilan biz Sharqiy Turkiston Ma'arif hamkorlik jamiyati asosida inson tarbiyalash, inson yetishtirish bo'lganlik sababdan bu nurg'un tashkilotlar bilan hamkorlashish kelishimnomasi tuzildi. Yemen ve Türkiye'deki teşkilatlar ve şunun qatorida bizning Sharqiy Turkiston Ma'arif hamkorlik jamiyati bu 30 ga yaqin teşkilat bilan kelishim imzoladi. Buningda ikki taraf hamkorlashgan jihatdan nurg'un jihatdan adam tarbiyalash faoliyat programmalarida hamkorlashadi deb bunun tafsilotini inshaalloh boshqa xabar tafsilotida zikr qilinishi mumkin. Bo'libmi islom dunyosining Sharqiy Turkiston masalasi bilan yaqindan tanishib uchrashishi intayin muhim. Chunki dunyoda 2 milliardga yaqin musulmon yashayotdi. Sharqiy Turkiston musulmonlarning bugungi duch kelayotgan masalalari islom ummatining bir masalasi ekanligi qabul qilinmasa, islom dunyosi bu da'voning keynida turmasa, ta'sirli bir natijaga erişemeydiğimiz bu aniq bo'lganligi uchun birinchi Allohning
teyidi ve nusreti lazım. İkinci sünnetullah boyunca bulapmı birinci derecede İslam dünyasını Şarkı Türkistan meselesinin keynige erişimiz bulanın destek kollab kuvvetleşiğe erişimiz intayın mühim. Boğanlık için bu Yemen'deki bu faaliyetimiz bu noktada ile aytgan çağda nihayet muvaffakiyetli bir yığın oldu. Merkezimiz Ma'rif Cemiyeti Safaköy Şöbesi Kur'an kursi o'quvchilarini ziyorat qildi. İstiqlal Teşviqat Merkezimiz Sharq Turkiston Ma'rif ve Hamkorlik Cemiyeti Safaköy Şöbesi Kur'an kursi ve Ana til yaslisi o'quvchilarini ziyorat qildi. Sharq Turkiston Ma'rif ve Hamkorlik Cemiyeti muhojirati yashayotgan kelgusi avlodlarni diniy va milliy ruhga ega yaramliq qilib yetishtirish maqsadida İstanbul shahrining Safaköy va Zaytunburni sho'balarida Qur'on kursi va ona til yaslisi qurgan bo'lib, farzandlarimizning ta'lim-tarbiya ishlariga ko'ngil bo'lib kelmoqda. Istiqlol Tashviqot Markazimiz 20 fevral payshanba kuni jamiyatning Safaköy sho'basi Qur'on kursi va ona til yaslisi o'quvchilarini ziyorat qildi. Safaköy sho'ba binosiga o'rnashgan yaslida asosan 3,5 yoshdan 6 yoshgacha bo'lgan o'g'il qizlar bo'lib, saviyasiga ko'ra ayrim sinflarda ilm o'rganmoqda. Farzandlarimizning o'qish qizg'inligi nihoyat yuqori ekanligini his qildik. Safaköy sho'basi Qur'on kursi va ona til yaslisining mudiri Rana Uyg'ur xonim yaslining xizmat faoliyatini tunishtirib, o'zining 8 yildan beri Safaköy sho'basi yaslisining mudirlik xizmatini o'tab kelayotganligini, yaslidagi o'quvchilarning yildan yilga ko'payayotganligini, o'rin jihatdan har xil qiyinchiliklarga duch kelganligini, Allohning fazli karim bilan hozir binodagi 4 qavatning hammasining o'quvchilar sinfi qilib hozirlanganligini bildirdi. Bismillahirrahmanirrahim. Mening ismim Rana Uyg'ur. Men bu yerda mudirlik xizmatini o'tayotgan 8 yil bo'ldi. Bu jarayonda uning bildirishicha navbatda yaslida 80 nafar o'quvchi, 7 nafar o'qituvchi, maxsus oshpaz va tozalik ishlariga mas'ul ayrim xodim bor ekan. Bugungacha bu yaslidan 500 dan ortiq farzandimiz diniy va Uyg'ur tili jihatlarda tarbiyalanib chiqqan. Bu yil yasliga 60 nafar yangi o'quvchi qabul qilingan bo'lib, o'tgan yili qolgan 20 nafar o'quvchi qo'shilganda hozir 80 nafar o'quvchimiz bor ekan. Bularning 40 nafari Uyg'ur, 40 nafari turk farzandlari bo'lib, 30 ga yaqin farzandimiz hozir Qur'on yodlayotidi. Ba'zilari amma parini tugutib, taborak parisini yodlayotidi dedi. Rana xonimning bildirishicha, bu yil dars boshlab 2,5 oy ichida Qur'on savodi chiqqan va ballarning oldi xatm qilib 14-pariga kelgan. Yaslida ballarning saviyasiga qarab 6 sinfga ayrilgan bo'lib, ballarga Qur'on darsi berish bilan birga hadis, adab, axloq, rasm sizish, son-sanoqlarni o'rgatish, rang tunishtirish, tomoqning oldi keynida uxlash va uyg'onganda o'qiladigan duolar, tajvid, tahorat elish, namoz o'qish va diniy va milliy she'rlarni o'rgatildi ekan. Har mavsumda bir qatim ballarni ommaviy madaniyat o'rinlarini sayohat qildiradiganligini uqtirgan Rana Uyg'ur xonim yaslidagi o'smirlarning va ota-onalarning o'zlarining xizmatidan nihoyat rozi ekanligini ta'kidlab, kelgusi avlodlarimizning diniy va milliy ruhga ega tarbiyalanishi uchun materiallar hozirlayotganligini, farzandlarimizning hayotiy aks ettirilgan oylik jurnal chiqarishni o'ylashayotganligini bildirdi. 40 nafar Uyg'ur o'quvchi, 40 nafar turk o'quvchi bo'lib, turk o'quvchilarga turk o'qituvchi o'rlashtirdik, Uyg'ur o'qituvchilarga Uyg'ur o'qituvchi o'rlashtirdik. Bu o'quvchilarimizga o'rgatadigan darslarimiz Qur'on o'qitish, tajvid o'rgatish, Qur'on yod qoldirish, hadis o'rgatish, hadisni qo'shib yodlantirish. Assalomu alaykum, hurmatli ota-onalar, sevimli kichik do'stlar, yaxshimisizlar? Men sizlarga alif lam mim parni o'qib bermoqchiman. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yawmiddin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim.
للمتقين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم. سمية يته Quran, namaz, sanaqsan, hadis. Again. بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لم يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقذ ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. Vatan içi ve sırtındaki Uygurlar öz tili ve medeniyetini perzentlerine öğütüşü gerek. İşgalci Xitay tecavüzçilerinin Uygurlarının mevcutluğunu yo'qotish uchun vatan içinde atalmış qo'sh til ma'arifi nomi ostida Uyg'ur tilini yo'qotishga tirishishi Uyg'urlarda ona tiliga ega chiqish tuyg'usini kuchaytirmoqda. Bir millatning kimligini va mavjudligini namoyon qiladigan muhim omilning biri shu millatning ona tilidir. İşgaliyetçi Xitay dairələri Uygurlarının mövcudluğunu yo'qotish uchun vatan ichida atalmış qo'sh til ma'arifi nomi ostida Uyg'ur tilini yo'qotishga tirishmoqda. Dunyoning har qaysi joylarida muhojiratda yashayotgan Uyg'urlar o'zi yashayotgan yurtlardagi muhitning ta'siriga uchrab, o'zining milliy kimligini yo'qotib qo'yishning oldini olish uchun farzandlarining Uyg'ur tili va madaniyatini o'rganishiga alohida ahamiyat bermoqda. Türkiye İstanbul'da yaşayotgan Uygurlarning o'qish yoshiga to'shmagan farzandlarimi Sharq Turkiston Ma'rif va hamkorlik jamiyati tarafidan tasdiqlangan Zaytunburnu va Safaköy sho'balaridagi Uyg'ur tili yaslisi va Qur'on kursi maktabida Uyg'ur tili, madaniyati va Qur'on darslaridan ta'lim-tarbiya olmoqda. Dunyo ona tili kuni munosabati bilan Erkin Osiyo radiosi muxbirining ziyoratini qabul qilgan Sharq Turkiston Ma'rif va hamkorlik jamiyati ayollar bo'limi mas'uli Munavvar O'zuyg'ur xonim vatan ichi va sirtidagi Uyg'urlarning o'z ona tili va madaniyatini farzandlariga o'rgatishining intayin zarurligini ilgari surdi. Xabarda ma'lum bo'lishicha, Munavvar O'zuyg'ur xonim Uyg'ur tili va madaniyatining yo'qolish xavfiga duch kelayotganligini ilgari surib, vatan ichi va sirtidagi butun Uyg'urlarning o'z ona tili va madaniyatini qo'g'dab qilishi uchun farzandlariga Uyg'ur tilini qat'iy o'rgatishi kerakligini ta'kidlagan. Fatih Akıncılar Cemiyeti Şehitler Keçisi programmasida Sharq Turkiston masalasi o'ttirg'a qo'yildi. 22 fevral shanba İstanbulda Fatih Akıncılar Cemiyeti tarafidan o'tkazilgan Şehitler Keçisi programmasida Sharq Turkiston masalasi o'ttirg'a qo'yildi. 2014 yil 2 ayning 22 kuni shanba İstanbul Şirinevler Ahmet Cömert Tanarkat yig'in zalida Fatih Akıncılar Cemiyeti tarafidan Şehitler Keçisi faoliyati o'tkazildi. Kech soat 8:30da boshlanib 9:30da oxirlashgan yig'inda Misr, Sharq Turkiston va Falastin qatorliq davlatlardagi qirg'inchilik va bu qirg'inchilikqa qarshi kurashlar tunishtirildi. Yig'in Qur'on tilovat qilish bilan boshlandi. Misr, Falastin, Bengalda shahid qilingan Abdulqodir Damulla va Sharq Turkistonda bugungacha shahid bo'lgan qarindoshlarga salom yo'llash bilan boshlangan yig'inning ochilish nutqida 35 yil burun 23 fevral kuni İstanbul Fatih Camisi'de
Metin Yüksel'ning şehit qilinganligi va bu 23 fevral kunining Dünya Şehitler Kuni qilib bekitilganligi uqtirildi. Şehitlik martabasining eng yuqori martaba ekanligi Payg'ambar alayhissalomning "Kashki Alloh yo'lida shehid bo'lsam, keyin tirildirilsam, yana Alloh yo'lida shehid bo'lsam, keyin yana tirildirilsam, yana Alloh yo'lida shehid bo'lsam" deb takror shehid bo'lishni orzu qilganligi eslatilgan ichilish nutqida Fatih Akinchilar jamiyatining dunyo shehidlarini xotirlash orqali shehidlar yo'liga izbosarlik ruhini joriy qildirganligi, butun dunyo musulmonlarining Falastin, Suriya, Sharq Turkiston, Misr, Yaman, Bahrayn va dunyoning har qaysi joylarida musulmonlarga qarshi yuz berayotgan zulmlarga qarata sukutda turmasligi, musulmonlarning o'z masalasini o'zining hal qilishi kerakligi, ba'zi usullarda o'zaro o'xshashmaslik bo'lsa-mu, butun musulmonlarning zulmga qarshi birlashishi va hamkorlashishining nihoyatda muhimligi o'tirg'a qo'yildi. Yoshsun islomiy kurashlar degan sadolar yangragan yig'in zalida Allohu akbar Payg'ambar rahbar nomli islomiy she'r deklamatsiya qilindi. Sharq Turkiston programmasida Urumchi vaqasi va G'ulji qirg'inchiligiga o'xshash ishg'olchi Xitoy doiralari tomonidan elib berilgan qatliamlarda hayotidan ayrilgan shehidlar aks ettirilgan qisqa bir hujjatlik sinalg'u ko'rsatildi. Sharq Turkiston mustaqillik ko'rishining peshqadam rahbarlaridan jamoat peshvosi Abdulqodir Yapchan Sharq Turkiston to'g'riliq so'z qilish uchun sahnaga taklif qilindi. Sharq Turkiston ma'rif va hamkorlik jamiyati Safako sho'ba raisi Anvar Qaraqash tarjimonlik qildi. Hamdu sana va shehidlarning mangu hayot ekanligi jakarlangan oyatni o'qigandan keyin so'zini boshlagan peshqadam rahbar Abdulqodir Yapchan Sharq Turkistonning Osiyoning markaziga joylashgan turk zamini ekanligini, shundaqla turk dunyosi va islom dunyosining ayrilmas bir parchasi ekanligini ta'kidlab, navbatda Sharq Turkistonda 35 million turk musulmonlarining yashayotganligini ilgari surdi. Xitoyning Sharq Turkistonda elib berayotgan zulm va qiyin qistoqlarini men nihoyat yaxshi bilaman degan peshqadam rahbar Abdulqodir Yapchan islom dunyosining Sharq Turkistondagi Xitoy zulmini va Sharq Turkiston musulmonlarini teg'i to'liq tunib yetolmaganligini ilgari surdi. U yana mundaq dedi: Sharq Turkiston musulmonlari eng pokiz va eng saf insonlar bo'lib, dunyodagi eng najis millat bo'lgan Xitoy tajovuzchilari tomonidan ishg'oliyatga uchradi. Xitoy tajovuzchilari Sharq Turkistonni ishg'ol qilgandan beri tajovuzchiga qarshi kurash qilib keldi va buningdan keyin mustaqilligini qo'liga olguncha bu kurashni davom qiladi. Bugungi dunyo manfaat dunyosiga aylanib qolganligi uchun islom dunyosi, turk dunyosi va insonlik dunyosining Sharq Turkistondagi Xitoy zulmiga ko'z yumib kelganligini va hali ham ko'z yumayotganligini ilgari surgan Abdulqodir Yapchan, Xitoy Sharq Turkistonni ishg'ol qilgan shu vaqtdan beri Sharq Turkistonning butun boyligini bulang-talang qilmoqda. Sharq Turkiston xalqi va musulmonlari bulongchi Xitoyga qarshi harakatini hargizmi to'xtatib qo'ymaydi dedi. U yana mundaq dedi: Xitoy 2009-yili 5-iyul kuni Urumchida dunyoga ko'rsatib turib cho'ng qatliam yurgizdi. Faqat shu kuni Xitoy ishg'oliyatiga qarshi minglarcha yoshlarimiz shahid bo'ldi. Bizning qon va iymon qarindoshlarimiz bo'lgan O'rta Osiyo, Turkiya va islom dunyolari Sharq Turkistondagi Xitoy zulmiga qarshi o'zining qarindoshlariga yordam qilmay kelmoqda degan Abdulqodir Yapchan, Xitoy degan Allohning, payg'ambarning, hayotlikning va butun insoniyatning dushmandir. Shundaq turib, butun dunyo musulmonlari Xitoyga o'xshash eng razil va ashaddiy dushmanini tunimay kelmoqda dedi. İnsaniyat dunyosini Xitoyni butun insoniyatning dushmani deb bilishga chaqiriq qilaman degan Abdulqodir Yapchan, butun insoniyat dunyosini Sharq Turkiston davosiga qatnashishga da'vat qilamiz dedi. Yig'in zalida qotil Xitoy, Sharq Turkistondan yo'qol, Sharq Turkiston mustaqillik ko'rishi davom qiladi degan sadolar yangradi. Yük maşinesi yardım elib Suriye'ye yoluğa çıktı. İHA İnsani Yardım Vakfı'nın orunlaştırışı bilen bütün Türkiye boyunca 200'den artık çoğun yük maşinesi toplanğan yardımlarını elib Suriye'ye qarab yoluğa çıktı.
İHA insani yordam vakfının o'rinlashtirishi bilan Istanbuldan 75 butun Turkiya bo'yicha 200 dan ortiq cho'ng yuk mashinasi yig'ilgan yordamlarni elib Suriyaga qarab yo'lga chiqdi. Suriya ichki to'qinishining davomlashishi va xalq qotili Asadning begona fuqarolarni qishning qahriton sovuqlarida och yalang'och qilishga majburlashi sababli nurg'un Suriya xalqining hayoti xatar ostida qolmoqda. Turkiya İHA insani yordam vakfining qo'shnilik haqqi uchun va sana ehtiyojim bor degan shuar bilan boshlagan xayri saxovat yordam safarbarligi faoliyatida Istanbuldan 75 cho'ng yuk mashina i'ona qilingan yordam buyumlarini elib, yordam buyumlari besilgan 75 cho'ng yuk mashinasining Suriyaga qarab yo'lga chiqishi munosabati bilan 23 fevral shanba kuni Zaytinburnu Kozli Chashma maydonida uzutish murosimi o'tkazildi. Murosimga Sharq Turkiston Ma'rif va hamkorlik jamiyati bosh noziri Abdul Hakimxon Taklimakan qatnashdi. Uzutish murosimida so'z qilgan İHA insoniy yordam vakfining raisi Bülent Yildirim İstanbuldan boshqa 59 rayondan 154 cho'ng yuk mashinasining o'xshash vaqtda Suriyaga qarab yo'lga chiqqanligini uqtirdi. Bülent Yildirim yig'ilgan buyumlarning g'izo, dora, kiyim-kechak va panohlanish asboblarini o'z ichiga olganligini, Suriyada ehtiyojli bo'lgan kishilarga yetkazilganligini bildirdi. Suriyaga hozirgacha 2300 cho'ng yuk mashina yordam yetkazilganligini qayd qilgan Bülent Yildirim 1 yanvardan 23 fevral tarixlarida 817 dona yuk mashinasi to'shqidek yordam buyumlarining yig'ilganligini bildirdi. Bülent Yildirim Suriya xalqiga beradigan yordamning davomlashadiganligini bildirib, yordam faoliyatiga qatnashganlarga rahmat etdi. Suriyadagi ichki urushqa dunyo jamoatchiligining sukut qilayotganligini ilgari surib, ashu qatliam ko'rinishlari Yevropa yoki Amerika Qo'shma Shtatlarida bo'lsa edi, buni qilgan davlatga urush ochadi. Butun dunyo televizorlarida bu qatliam ko'rinishlarini küllerçi ko'rsatgan bo'ladi dedi. Şu anda bütün dünya sessiz. Neden? Niçin ses çıkarmıyorsunuz? Şu katliam görüntüleri başka bir yerde olsaydı, Avrupa'da veya Amerika'da şunlardan 2 tanesi olsaydı, bunu yapan ülkeye savaş açarlardı. Bütün dünya televizyonları günlerce verirdi bu katliam görüntülerini. Bülent Yildirim Suriyada hayotidan ayrilganlarning e'lon qilingan sonlardan necha hassa ortiq ekanligini tilga oldi. Rayon va xalqaro xarakterlik organ va tashkilotlarning Suriya pozitsiyasida 200-lamachilik qilganligini jakarlagan Bülent Yildirim BDT xavfsizlik kengashiga xitoban qani sizlar dunyoga tinchlik elib kelmoqchi edinglar. Bir havo bo'shliqichilik yerdami urush to'xtatalmadinglar dedi. İnsani yordam masalasining siyosiy dasmoyiga aylantirilmasligi kerakligini ta'kidlagan Bülent Yildirim fikrshunos rahbarlar, yozuvchi va ziyolilarni texmi angliq bo'lishga da'vat qildi. Bülent Yildirimning so'zidan keyin yordamlarning Suriya xalqiga sog' salomat yetib berishi va ehtiyojli kishilarning qo'liga tegishiga atab qilingan duodan keyin Kozli Chashma maydonida tizilib turgan yordam yuk mashinalari orqama-orqa Suriyaga qarab yo'l oldi. Sharq Turkiston xalqiga yana bir xush xabar. Istiqlol tashviqot markazimiz Turkiya Qudus televiziyasi orqali har chorshanba kuni 2 soat tarqatib kelayotgan naq maydon programmasining vaqti 3 soatga chiqarildi. Shundaqla bundan keyin turkcha bilan uyg'ur tilida tarqatishmi yo'lga qo'yildi. Sharq Turkiston xalqiga yana bir xush xabar. Sharq Turkiston masalasini kun tartibiga keltirish uchun Istiqlol tashviqot markazi Turkiya Qudus televiziyasi orqali har chorshanba kuni soat 8 dan 10 gacha turk tilli ko'ruvchilarning diqqatiga Sharq Turkiston haqida programmalarni naq maydondan tarqatib kelayotgan edi. 2014-yili 25 fevral seshanba kunidan boshlab xalqimizning diqqatiga turkcha programma bilan birga uyg'urcha programmalar davom qiladi. Jumladan Istiqlol tashviqot markazining tayyorlab kelayotgan haftalik xabarlari va uningdan boshqa har turli uyg'urcha programmalar sunildi. Programma vaqti o'zgartirilgan bo'lib, buningdan keyin har seshanba kuni Istanbul vaqti soat 8 dan 9 gacha 1 soat turkcha, 9 dan 11 gacha 2 soat uyg'ur tilida huzuringlarda bo'ladi. Dunyoning har qaysi joylaridagi uyg'urlarning programmalarini qochirmasligini tavsiya qilamiz. Turkistonda 40 million musulmon yashaydi. 64 yildan beri dunyodan jiroq, dunyoning ko'zidan jiroq yoshirilgan holda qattiq ig'ir qiyshinda yashayotgan bir musulmon millat.
İslam dünyası ve insanlık dünyasına özünün ahvalini, ümit arzularını Şarkı Türkistan'da bulup ötüvatkan kıyınçılıklarını dünyaya yetkizemey, özünün derdini öz tatip yaşavatkan bir mezlum millet. Özünün avazını sırtkı dünyaya anlatışı için bir televizyon kanalına ihtiyacı vardı. Bunun şundak bilimlerinin, hakikatlerinin vatan içine kirişimi intihar mühim. Bunun için bugün Şarkı Türkistan halkıga bir akalli az degende bir televizyon ve radyo intihar mühim bo'lganligi için biz Ma'rif Hamkorlik Şarkı Türkistan Ma'rif Hamkorlik Cemiyeti 4-5 yıldayağı nurgun terişler arkalık bugün Kudüs televizyası arkalık olsun haftada bir günde 3 saatlik Türkçe ve Uygurca program neşir kılışkan muvaffakiyet kazandık. Bunun için Allah'a rahmet etimiz. Ve inşallah bizim arzuyumuz şu ki en kısa zamanda bizimki geç gündüz demeyi tercih etken İstiklal televizyası, radyosideki kardeşlerimizin takımı himmet ve gayretleri bilen inşallah en kısa zamanda Toluk Şarkı Türkistan Müslümanlarına vatan içi ve sırtındaki Şarkı Türkistan Müslümanları menfaatini alaydıgan vatan içiden sırtıga sırtın vatan içine ilim, marifet, haber, uçur katarlık nerslerde boşlukunu doldurduğun bu Şarkı Türkistan halkının ki dini ağın seviyesine yetildiriş, İslami ve milli ananesini, örüp adetlerini qoğdaş ve onları doğru yolda yetekleş, Şarkı Türkistan davasının İslami talimat boyunca hak hukuk mücadelemizin ki doğru yolda mağalışım için vatan sırtındaki ölümalarımız, kabiliyetlik bilim şahsiyetlerimiz, alimlerimiz, tecrübeli kişilerimiz arkalık halkımızdaki dini, siyasi, ictimai cihetin yitilişi, terbiyelenişine inşallah çok hizmet kıldı. Şarkı Türkistan'daki yer devraş apetiga uçurganlarga yanılı öz halkımızın yardımı devam kılmakta. Şarkı Türkistan'ın Xotan vilayeti Keriya nahiyesinde 12 fevral günü yüz bergen 7,3 bal derecedeki yer devraşta ziyanga uçurgan halkımızga vatanimizning hamma yerida yordam faoliyatlari Xitoy doiralarining turli to'salg'ulariga qaramasdan davom qilmoqda. Sharq Turkistondagi yer tevrash ofatiga uchraganlarga qilingan yordam davom qilmoqda. Dunyo bultanining xabariga asoslanganda Sharq Turkistonning Xotan viloyati Keriya nahiyesida 12 fevral kuni yuz bergan 7,3 bal yer tevrashda ziyonga uchragan Uyg'ur xalqiga Sharq Turkistonning hamma yerda yordam faoliyatlari Xitoy hukumatining turli to'salg'ulariga qaramasdan davom qilmoqda. O'zlarining zulmiga uchraganlarga yordamda bo'lganlarga, hissdoshlik qilganlarga qattiq siyosatlar bilan qarshi turib kelgan Xitoy doiralari bu qatim yer tevrashdan iborat tabiiy ofatdan ziyonga uchragan Keriyadagi qarindoshlarimizga qilinayotgan yordamni to'sish uchun turli hiyla va choralarni ishga solgan bo'lsa-mu, lekin yordam qizg'inligini hech qanday qilib to'siy olmagan. Garchi Urumchidan to'plangan yordamlar mashinalarga besilib manganda Davanchingda to'xtatilgan bo'lsa-mu, biroq Ko'rlidan mengilgan yordamlar ofat rayoniga yetib borgan. Tijoratchi va ish o'quvchilarining boshlamchilik qilishi bilan elib berilgan bu yordam faoliyatlariga oliy maktabda o'qiyotgan nurg'un o'quvchilarimo aktivlik bilan qatnashgan bo'lib, xizmatlarning tez va unumli elib berilishida alohida to'kib qo'shmoqda ekan. Buningdan burun Sharq Turkistonning boshqa yerlarda yuz bergan ofatlarda ziyonga uchrag'uvchilarga avatilgan yordamning Xitoy doiralarining biz tarqitib beramiz degan bahona bilan elib olib, Xitoy ko'chmanlarga tarqitib berganligidek razilliklarga shohid bo'lgan Sharq Turkiston xalqi bu qatim yana Xitoy kompartiya a'zolari va hukumatning bu tarafdagi talablarini rad qilib, yordamlarni o'z qo'llari bilan tarqitib berishda ching turib olgan. Kelgan xabarlardan ma'lum bo'lishicha, faqatli Ko'rli shahridan $8,500 narxidagi naqd pul, 430 tag'ar guruch, 630 sanduq yemaklik va yog' bevosita xalqning qo'liga yetkazilgan. Sharq Turkistonliklarning xayrlik ishlar ustida bu darajada birlikka kelishi
Xitoy doiralariga qarata qattiq vahima uyg'otgan bo'lsa, Sharq Turkistonlik barliq qarindoshlar uchun intayin cho'ng tasalli va umid uchquni bo'lib ko'rinmoqda. Suyundi. Xalqning sog'lig'i, moddiy buyumlar buzilsa, o'ng'ishog'nildi, odam hayot bo'lgandan keyin bizni shuningdan xush bo'lib, ko'nglimiz xotirjam bo'ldi. Xalq bilan bir ekanligini bildirish, shu orqali bizningga shu xalqimizga bo'g'azroq bo'lsin deb tasalli bo'lib qolar degan umidda. Uyg'ur ziyolisi İlham To'xtining oqibati butun Uyg'urlarni andishiga solmoqda. Xitoy tajovuzchilari İlham To'xtini atalmış bölgünçilik jinoyati bilan qo'lga olgandan keyin amdilikda uningga o'lim jazosi berilish ehtimoli ilgari surilmoqda. Xitoy doiralari Uyg'ur ziyolisi İlham To'xti apandini atalmış bölgünçilik jinoyati bilan ayblashni davomlashtirmoqda. Xitoy doiralarining Uyg'urlarga qaratgan irqiy va milliy kamsitish siyosatini qonunga asoslangan holda tanqidlab kelgan ve 15 yanvar günü Beyjan'daki uyga besip kirib tutqun qilingan Uyg'ur ziyolisi İlham To'xti apandi Uyg'ur xalqini yillardan beri kamsitib, Uyg'urlarning kishilik haq huquqlarini ig'ir dafsanda qilib kelgan Xitoy doiralari tarafidan atalmış bölgünçilik ve davlatni parchalashga urinish degan töhmatlar bilan ayblanib kelmoqda. İlham To'xti apandi Xitoy doiralarining Uyg'urlarga qarata yurgizib kelgan inson haqlari dafsandachiliklarni xalqaro jamoatga Xitoy qonuniga asoslangan holda dalil isbotliq bayon qilib kelgan bo'lib, o'zining xalqaro jamoati oldida rasvo bo'lganligini his qilgan Xitoy doiralari texmo razillikini oshkorlab, Beyjing Markaziy Millatlar Universiteti professor dotsent İlham To'xti apandini tutqun qildi. Dunyo xabar to'rining xabariga qaraganda, Xitoy doiralari İlham To'xtining advokati va yaqin yo'riqlarining İlham To'xti bilan ko'rishishiga hozirgacha ruxsat qilmagan. Uyg'ur ziyolisi İlham To'xtining ayoli va advokati Xitoy doiralarining İlham To'xti haqida chiqargan qaroriga qattiq norozilik bildirdi. Xabardan qaraganda, İlham To'xtining ayoli Güzelnur xonim Xitoy doiralarining yo'ldoshi İlham To'xti apandini atalmış bölgünçilik bilan ayblaganligini va bu ayblashning to'limi kulkilik va o'ydirma töhmatlar ekanligini ilgari surgan. Erkin Osiyo radiosining xabariga qaraganda, Urumchilik soqchi idorasi İlham To'xti apandi tutqun qilinib, 41 kundan keyin İlham To'xti apandining ayoli Güzelnur xonimga yo'ldoshining davlatni parchalash jinoyati bilan 20 fevral rasmiy qo'lga ilinganligini bildirib, yozma uqtirishi avatgan. İnsan haqlari tashkilotlari Xitoy doiralarining İlham To'xti apandini Sharq Turkistondagi inson haqlari dafsandachiliklarga qarshi chiqqanligi uchun qo'lga ilib jazolashga urinayotganligini ilgari surmoqda. Yangi ma'lumotlarga qaraganda, mustaqil tadqiqotchi, Uyg'ur xalqining kishilik huquq tashabbuschisi professor İlham To'xti apandiga o'lim jazosi berilish ehtimolining borligi ilgari surilmoqda. İlham To'xti apandining advokati Li Fangpingning Xitoy doiralarining İlham To'xti apandini yo'qotishni niyat qilganligi, shuning uchun İlham To'xti apandiga o'lim jazosi berilish ehtimolining borligini ilgari surganligi oshkorlandi. Xitoy doiralarining Uyg'ur ziyolisi İlham To'xti apandini o'limga hukm qilish orqali yo'qotmoqchi bo'lganligiga qarshi inson haqlari tashkilotlari norozilik bildirdi. Shuning bilan birga 26 fevral kuni ijtimoiy uchur aloqa vositasi Facebookda tarqalgan bir uchurda atoqli Xitoy jurnalist va iqtisod haftalik xabarlar gazetining sobiq muavin muharriri Gao Yu Uyg'ur o'qituvchi ziyoli İlham To'xti apandining qo'lga ilinishi xatolik ustiga xatolik sodir qilganlik deb obzor e'lon qilgan. Misrda 26 nafar musulmon qarindoshlar tashkiloti a'zosiga o'lim jazosi hukm qilindi. Misr sud mahkamasi musulmon qarindoshlar tashkilotining 26 nafar a'zosini terrorlik faoliyatlar bilan shug'ullangan degan tuhmat bilan o'lim jazosiga hukm qildi. Aksiyatchi harbiy o'zgarish bilan hokimiyatga chiqqan Misr vaqtliq hukumati Diqhaliya bexatarlik idorasiga qilingan bombali hujumdan keyin musulmon qarindoshlar tashkilotini terrorchi tashkilot deb e'lon qilgan edi. Dunyo xabar to'rining 26 fevral chorshanba kuni xabar qilishicha, Misrdagi bir sud mahkamasi musulmon qarindoshlar tashkiloti a'zolarining Suez kanali tarafidan maydonga kelgan voqealar sababli o'limga hukm qilinganligini jakarlagan. Xabarda ma'lum bo'lishicha, musulmon qarindoshlar tashkilotining a'zolari Suez kanallaridagi kemalarni nishonga elib hujum qilgan degan tuhmat bilan javobgarlikka tortilmoqda ekan. Navbatda musulmon qarindoshlar tashkiloti a'zolariga berilgan o'lim jazosining ijro qilinishi uchun Misr muftiysining tasdiqini saqlayotgan bo'lib, Misr muftiysining bu vaqtdagi qarorining 19 mart kuni berilganligi va o'lim jazosi qarorining keskin ijro qilinganligi ilgari surilmoqda. Hörmətli televizor görgüçləri,
Shunda qilib bu qitimli haftalik istiqlol xabarlari programmamiz mush yerda oxirlashdi. Kelar qitimqi programmamizni ko'rishgacha sizlarni Janobi Allohga topshiramiz. Assalomu alaykum va rahmatulloh.